Navbatdagi mavzuyimiz asosiy vositalarning chiqib ketish hisobi. Asosiy vositalarning qiymati tashkilot balansidan quyidagi hollarda hisobdan chiqariladi. Asosiy vosita tugatilganda, sotilganda, ayirboshlanganda, tekinga berilganda, ustav kapitaliga ta'sischi ulushi sifatida berilganda, moliyaviy ijara shartnomasi bo'yicha berilganda, kamomad yoki yo'qotishlar aniqlanganda, ta'sischilar tarkibidan chiqqanda, nodavlat notijorat tashkilot mulkini shakllantirishda mulkiy badal sifatida berilganda. Asosiy vositalar chiqib ketishi tugatish akti bilan rasmiylashtiriladi. Unda boshlang'ich qiymat, eskirish summasi va tugatish natijalari hisobi tuziladi. Aktga asosan inventar kartochka yopiladi va arxivga topshiriladi. Bu haqda asosiy vositalar inventar ro'yxatida yozib qo'yiladi. Asosiy vositalarning chiqib ketish hisobi 92.10 asosiy vositalarning chiqib ketishi shotida olib boriladi. Shotning debetida boshlang'ich qiymat va tugatish xarajatlari, kreditida esa chiqib ketish kunida hisoblangan eskirish va tugatishdan kelgan daromad aks ettiriladi. 92.10 shoti debet va kredit aylanmalarini solishtirib, asosiy vositalarni tugatishdan moliyaviy natijalarni aniqlash mumkin. Agar 92.10 shoti debet aylanmasi kredit aylanmasidan ko'p bo'lsa, u holda aniqlangan farq korxonaning zarari hisoblanib, 94.30 boshqa operatsion xarajatlariga yoziladi. Agar 92.10 shotining kredit aylanmalari debet aylanmalaridan ko'p bo'lsa, u holda oradagi farq foyda deb topilib, 93.10 asosiy vositalarning chiqib ketishidan kelgan foyda shotiga yoziladi. Misollarda ko'rib chiqamiz. Demak, foydalanishga yaramay qolgan uskuna hisobdan chiqarilmoqda. Boshlang'ich bahosi 120 million so'm. Uskunaning boshlang'ich bahosini chiqim qilishda boshlang'ich bahosi kamayadi, ya'ni 0.130 kreditda aks ettiriladi. Asosiy vositalarning chiqib ketish shoti esa debetda aks ettiriladi. Jamg'arilgan eskirish 0.230 kontraktiv shot chiqib ketganda kamayadi va u debet tomonda aks ettiriladi. Kreditda esa 92.10 shoti aks ettiriladi. Pudratchiga uskunani parchalash uchun hisoblandi. Ya'ni uskunani bo'laklarga bo'lish va maydalash uchun bir pudratchi tashkilot yollandi. Demak, pudratchi tashkilot oldida qarzimiz ko'paydi va debet tomonda asosiy vositalarning chiqib ketish shoti yoziladi. Yaroqli materiallar olindi. Uskunani buzish natijasida yaroqli ehtiyot qismlar olindi deb faraz qilaylik. Ehtiyot qismlari ko'payadi va bu yerda asosiy vositaning chiqib ketish shoti yoziladi. Moliyaviy natija. Biz asosiy vositani hisobdan chiqarishda foyda ko'rdikmi, zarar ko'rdikmi, shuni aniqlash uchun 92.10 shotini teshot uslubida aniqlab ko'ramiz. Demak, 92.10 shotining debetida 120 million so'm bor ekan yozamiz. Kredit tomonda esa 100 million so'm bor ekan. Debet tomonda 6 million so'm. Kredit tomonda esa 1 million so'm. Shunda debet tomonimizda 126 million so'm, kredit tomonimizda esa 101 million so'm aks ettirildi. Bunda debet tomon kredit tomondan 25 million so'mga ortiq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Agar 92.00 shotida debet tomon kreditdan katta bo'lsa, zarar ko'riladi va 94.30 shotiga yopiladi. Agar debet tomon kredit tomondan kichkina bo'lsa, foyda ko'riladi hamda 92.00 shoti 93.00 shoti bilan provodga tuziladi. Bizda debet tomon katta chiqdi 25 million so'mga. Shuning uchun 94.30 ga 92.10 provodga beramiz. Bu nima degani? Nima uchun debet tomon katta bo'ldi? Asosiy vositaning qoldiq qiymati 20 million so'm edi. Biz undan yaroqli material oldik 1 million so'm va 6 million so'm uni bo'laklarga bo'lish uchun xarajat qildik. Shunda 25 million so'm biz zarar ko'rdik. Keyingi misolda ko'ramiz. Ustav fondiga ulush sifatida berildi. Boshlang'ich bahosi 100 million so'm. Demak, asosiy vositaning boshlang'ich qiymati kamaydi
va asosiy vositaning chiqib ketish shotiga provodga beramiz. Jamg'arilgan eskirish summasi kamaydi. Uni ham 92 shoti bilan provodga beramiz. Bozor qiymatida berildi. Ya'ni chiqib ketayotgan asosiy vositani 50 million so'm hisobiga boshqa tashkilotga ulush sifatida berdik. Bunda kiritilayotgan investitsiyalar shotini qo'yamiz va asosiy vositaning chiqib ketishini qo'yamiz. Moliyaviy natija nima bo'ldi? Debit tomonda 100 million, kredit tomonda 70 million, kredit tomonda 50 million. Bundan ko'rinib turibdiki, kredit tomonda 20 million so'm qoldi. Biz o'zining qoldiq qiymati 30 million so'mlik asosiy vositani 50 million so'm hisobiga ulush sifatida kiritdik va 20 million so'm foyda ko'rdik. Moliyaviy natijada 20 million so'mga provodga beramiz. Kredit tomon katta bo'lganda 92.10 ga 93.10 shoti bilan provodga beriladi. Endi oluvchi tomon qanday provodga beradi? 50 million so'm hisobiga olyapti ular. Ta'sischilarning qarzi kamaydi va asosiy vosita qabul qilishdi. Keyingi misol. Asosiy vositaning kamomadi va o'g'irlik. Ya'ni 28 million so'mlik asosiy vosita 20 million so'm eskirgan va mavjud emas. Biz bunga qanday provodga beramiz? 28 million so'm boshlang'ich qiymat kamaydi va asosiy vositaning chiqib ketish shotiga bordi. Eskirish qiymat kamaydi, u ham asosiy vositaning chiqib ketish shotiga boradi. Qoldiq qiymat 8 million so'm. Qoldiq qiymatga biz kamomad provodkasini beramiz. Kamomad ko'paydi hamda asosiy vositaning chiqib ketishi. Endi agar kamomadda moddiy javobgar shaxs aniqlansa, uni moddiy zararni qoplash bo'yicha xodimlarning majburiyatiga olib boramiz hamda kamomad summasini kamaytiramiz. Agar moddiy javobgar shaxs aniqlanmagan holda biz asosiy vositaning chiqib ketishidan zarar ko'ramiz. Shu tartibda provodga beriladi.